Barchaga assalomu alaykum. Hurmatli vatandoshlar, qardoshlar, aka-ukalar. Mana xudo xolasa bugun Andijon mashina bozoridamiz. Damas narxlarini syomkasiga kelganmiz, lekin holatni ko'rib turibsizlar, yomg'ir yog'ib turibdi. Bugun haftaning kuniga juma. Assalomu alaykum. Bizimiz aka. Hoji aka. Charchamayapsizmi? Ha, Xudoga shukr. Bugun oshxonalar ham ishlamayapti, hurmatli vatandoshlar. Bugun xudo xolasa mana kecha chorshanba Qo'qonni ko'rsatdik. Payshanba Namangan Norin. Mana bugun juma Andijon mashina bozoridan Damas narxlarini taqdim etamiz. Xudo xolasa o'tkazmasdan ko'rib, xudo xolasa kanalga yangilar obuna bo'lib qo'ysalaring. Bugun 6-fevral haftaning kuniga juma. Assalomu alaykum. Aka, hormang charchamayapsizmi? Aka, sal yili baratroqlardan bor. Nechi bor? 24 ga 25. Hurmatli vatandoshlar, mana boshiga 24 ga 25 dan boshladik. Kraskasi Top-toza. Kraskalari toza. 100% shumka. Gendaverni chiqaradimi? Gendaverni chiqadi. Va mashinani polni mana shumkalariga 4 teshigi bo'lgan. 4 ta 13 diskga yumshoq balon. Holatlari ham ideal holatda. Va mana aka, salonni ko'ring endi mana. 2024 ga 25. Endi 24 desa bo'laveradi aka. 18000 probek. Bo'ldi. Chixoli, ionumlari va aka qarang, paroylari ham asli o'zining holatiga yarasha turibdi. Xo'p, vetranikka doğru qo'yilgan. Xo'p, va kakras mana propanda. Xo'p, dokumenti 60 maqal? Ya, oldi 60 ekanchi. Xo'p, buni olib qaraganda onash sakanu minadigan darajada turibdi. Stoplar ham original. Endi aka bir so'rab qo'ymasa yo'qmaydi. Motor moskoroobkalar qanaqa? Zo'r ekan. Minib ko'rib tekshirib olaveradi. Tekshirib Xo'p, narxini necha pul deyapsiz? 7300 dan siz tushib beramiz. 7300 dollardan tushib berasiz. 7300. Aka, 7000 dan ozgina tushib bering. Yo'q. Unadi. Chich oldiga yursangiz beramiz. Yo'q, aka, unadi. 24 dan endi baribir. 24. Endi 25 qilib bermaysiz siz. Yo'q, yo'q. 25 qilganda 100 dollar pul ketib qoladi. Uni ham biz yonimizdan sarflashimiz kerak. Bag'da aka pul yig'ib olish ham oson bo'lmayapti axir. Xo'p, baribir tex pasporti 24. Ha? Xo'p, berasizmi aka? Naqd bo'lsa telefon qilsinmi? Yo, variant barter ham qilib berasizmi? Variant barter qo'ram, faqat anjorlik bo'lsa, Nech puli borga? 3000, 4000 puli bor. 3000, 4000 puli borga anjallikka variantga beriladi. Boshqa viloyatga berilmaydi. Barterchi. Barterga yili pasroq damaslar bo'lsa, almashtirib. Yili pasroq namazlar bo'lsa almashtirib olamiz. Telefon nomer 33lik. 33lik 580 580 50 30. 50-30. Hurmatli vatandoshlar, endi bu bozor. Misol uchun probegi ko'proq yurgani, kraskasi bori, undan ancha arzon ham turibdi. Endi bu 18000 yurgan, hamma yo'g'i tayyor holatda, kraskalari ham toza, generalni chiqadi. Xo'p, ko'p bilan kengashib o'z bilganidan qolmadi dedi. Bizga like bosib qo'ying, davom etaveramiz. Gap so'z yo'q. Aka, bu dehqondanmi tirikchilik? Mana hurmatli vatandoshlar, ukam bozorga borasan, bir minarmanlarni ham oqtarib syomka qilgan degan akalarimizga 2024-yil dehqonlardan generalni chiqadimi? Chiqadi. Avtomobilda mana 4 ta 12 shirok yumshoq balon, holatlari yangi. Polni shumkalariga dur bo'lgan. Xo'p, va avtomobilda mana salonni ko'ring. Aka, arzon emas, yaxshi qimmat materiallardan foydalangan. Xo'p, 42000 probek. Xo'p, ionim, chixoli, stoykalari, polni ko'jalariga dur bo'lgan. Shumkalarni aytdim aka. Xo'p, va metan gazda. Hozir benzinda bu. Hozir benzinda. Generalni chiqaveradi. 2024 42000 probek. Mana yondan ko'rinishi. Xo'p, gendaverni chiqar ekan. Tabani ko'rib qo'yaylik endi mana. Panellari ham tiniq holatda turibdi. Qo'llari ham shumka. Va salonni ortidan ko'rinishi. Aka, mashinani motor, mos, korobkasi qanaqa? Motor, mos, korobkalar zo'r. Narxini necha pul so'rayapsiz? 7200 dollar kami bor, 42000 yurgan, 2024, kraskalari toza, minarmandan. Faqat naqdmi? Endi dehqon naqa sotadimi? Faqat ishtira aka. Men qarang mana. 2024 1, 2, 3, 4, 5, 6 oy. Ya'ni iyun oyida akalar chiqqan. Aka, iyunlarda chiqqan bu. Xo'p, faqat naqdga. Telefon nomerchi? 99lik 437 81 81 akalar. Ushbu nomerga murojaat qilib, minarmandan olaman degan akalarimizni jo'natib qo'ysangiz, mana dehqonda o'zidan savdosini qilib olsin. Kia Bongo, Hyundai Porterlarga barter lekin kelishsa bo'laverar ekan. Gap yo'q aka, bozoringizni bersin. Xo'p, mana endi aka ko'rdingiz.
dehqonniki bilan olib sotarligini birgalikda ketma-ket ko'rsatib berdim. Men ham bitta like bosib qo'yasiz. Endi akalar qaranglar, navbatdagi Damas 2021 kraskasi qanaqa? Kraska toza, dehqonmi bu? Borlaringga shukr aka. Minarmandan so'raganlarga. Oldi Ablisopga BYD Chazor bo'lgan. Hop, 4 ta 13 diska, charmxo yumshoq balon, shumka, hop, kraskasi toza. Va saloniga kelsak, obshivkalari laminatsiya qilib qo'yilibdi. Chexollari bor, stoyka koja bo'lgan va mana tarpetkasi. Yurgani 131 ming probega. Abdulaziz deydigan qog'ozlari ham mana aka turibdi. Paroylarimiz, chunki dehqondan. Temir metan gaz. Hozir benzinda bu? Endi avernis beraverasiz. Bo'ldi. Stoplarimiz. Hop. Mana aka original holatda turibdi. Germetikasi, panelni sostenasi. Hop, poli bekir ekan, joy ko'rsatamiz, lekin shumka bo'lgan ekan poli ham. Va salonni ortidan ko'rinish, mana arqa suyanchiqlari ham turibdi. Ana endi mashinani motor, moz, korobkasi-chi? Hamma yo'q, yaxshi. Meni ko'p tekshirib olaveradi. Bemalol tekshirib olaveradi. Kraskalarga davr. Narxini necha pul so'rayapsiz? Narxini dehqonlarga bo'lsa aka 55 dan jinni o'tib beraman. Minarmanga bo'lsa, xudo xolasa, bizni kanaldan murojaat. Aha, omadli xariddan desiz, hop, $5500 kamni qilib beriladi. 131 ming yurgan 2021 kraskasi toza, shumka, yumshoq balolarga Balonlarni kuzda almashtirgan. Haqiqatda balon ham yangiki. Mana aka dehqonniki. Faqat naqdda? Naqd. Naqd. Telefon nomer 50 708 708 1381. Aka rahmat, bozoringiz bersin. Ushbu nomerga murojaat qiling. Qolgan ma'lumotni o'zi bilan kelishib gaplashaverasizlar. Bizga like bosib ketish esingizdan chiqmasin. Xo'p, ana endigi navbatdagi namozni ko'ringlar vatandoshlar. Xo'p, aka 2019 midi? 2019 kraskasi toza. Gendaveriniz chiqaveradi akalar. Xo'p, hurmatli vatandoshlar, hozir nomingizga o'tkazib olish 6 million 500 ming so'm ketadi. Bozordan olsangiz, salondan olsangiz 4 million 800 ming so'm. Endi generalni so'rab qo'yganim $100 bilan ishingiz bitadi. Agar kelishib olsalaring, pulni o'tkazib olgani, hali o'zi mashina oladigan paytda pul tugab qoladi-yu. Shuni hisobiga aytib qo'yibman. Bugungi mana hozirgi 6-fevraldagi kurs narxlari 1 million 210 ming plus minus bo'lyapti. Hop, mabodo dollar kursi so'raganlarga. Ana endi mashinaga qaytsak 2019 kraskasi toza. Avtomobilda 4 ta 13 diska yumshoq balon, yangi nakilinka, shumka bo'lmagan va 112 ming probega aka. 112 ming probeg. Ana aka, salonlarning holati. Chexollar bor, yangi chexol kiydirilgan. Tarpetkalarimiz holati. Hop, ilyonim, rezinkalarga bor. Xo'p, va avtomobilda metan gaz va ortidan ko'rinishi. Ana endi hop, arqa stoplarimiz ham original holatda turibdi. Va mana polini ham ko'rib qo'ying aka. Mana pollari. Va salon ortidan ko'rinishi. Bu pol aka mana gaz balonni hisobiga mana yorilgan. Lekin bu mana bagajnikni ko'ryapsizmi? Tiniq turibdi. Hali yorug' tushmagan. Chunki 112 ming yuribdi endi. Motor, moz, korobka. Motor, moz, korobkalar zo'r. Meni ko'rib eshitib olaveradi. Xo'p. Narxini necha pul deyapsiz aka? 5400 dan tushib beraman bunga. 5400 dan kamini qilib berasiz. 2019. Naqdmi? Bank ham qo'yamiz. Naqd bank barter bor, variantga yo'q. Telefon nomer 33lik 580 50 30 raqamlariga murojaat qilib qolgan ma'lumot o'zidan oling. Aka, bozoringiz bersin, boshqa yo'qmi? Boshqa yo'q. Qaranglar akalar, boshdagi 24 mana 13 diskalarda dehqonniki ham mashi yaxshi, lekin mana 19 dan mana dehqonni 21 ni narxi yaxshi ekan akalar. Ko'p bilan kengash o'z bilganidan qolmadi deydi. Bizga like bosib qo'ying, davom etaveramiz. Mas, xo'p, mana endi akalar davom etaveramiz. Navbatdagi Damas'ni ko'ringlar mana. Yana bitta Minarmandan 2022-yil polni uka o'zim uchun tayyorlaganman mashinani deyapti. Kraskasi toza. Generalni beraverasizmi? Beraman. Gendaverni chiqadi. Endi qarang. Hop, sonsozashni labovoy, bakovida поворотный, bundan tashqari 4 ta 15 mes diska balonlarga to'g'ri qo'yilgan va mashina polni shumkalari bilan. Xo'p, ana endi salonni qarang aka. Bay. Liqvoribsiz u buni. Ona qarang aka.
Polni oranjiviy, Olamizda. apelsinli ashla rangda. Nima deysiz? Olamizda. Ha, mana aka torpedkalari. Monitor qo'yilgan. 82 ming probeg. Torpedalar ham shumka. Video registrator. Mejigar pulti necha buni? Bunaqa Malibu bar, Ilionium 3D lar tashalgan. 906 pulti bor. Zavat qilammi bu? Ertalab? Oh, mana yurasang yotib jig'illat chiqaverasiz. Xo'p, avtomobilda metan gaz, hozir benzindami? Hozir benzinda, mana ortidan ko'rinishi. Va bu yoqdan ko'rinishi aka sostanani. Balon mashinani ochganda boru. Xo'p. Qani, buni qarang. Buni qarang. Changlari bilan turibdi aka. Bay. Kalonkani olib qopsiz aka? A dehqonga qolavermabdi-da endi. Hay. Yashay aka, niyatga yeting, xudo xolasa. Xo'p, motor mo'skorobga qanaqa? Motor mo'skorobkalar yaxshi. Akalar orqadagi stopni ichidagi lampochkalarni ham yaxshi, originallari yarki bombasidan qo'yib qo'yibdi. Narxini necha pul deyapsiz? Bir yopishtirib aytaveringmi? Ja, endi qochirib yubormang. Oltini tepasiga yursa beramiz. $6000 tepasiga yursa beriladi. Balki endi haqsiz savdoyingizga bog'liq. Faqat naqdmi? Faqat naqdga. Telefon nomer 94 505 15 11. Ushbu nomerlarga murojaat qilib qolgan ma'lumot akamiz o'zi bilan gaplashinglar. Tushalmasa nomeringizdda Telegram, WhatsApp bormi? Bor. Mobodo aloqaga tushalmasalaring yo ashitda yosalar bo'laveradi. Aka bozoringizni bersin. Gap yo'q, biz davom etaveramiz. Gap so'z yo'q. Mana akalar, davom etaveramiz. YouTube'da omadli xarid. Xo'p, buni omadli xarid deb qo'yamiz, o'shaning hisobiga aytib qo'yibman. Furqatbek o'zim bizning kanalimiz albatta. Shuning uchun poddishkada yemaysizlar. Yana bittadan emas. Xo'p, 23 yo'qmi bozorda deganlarga mana 2023-yil. Xo'p, kraskasi toza. Xo'p, bundan tashqari 4 ta unak Cherokee yumshoq yangi balonlar qo'yilgan va yurgani ham 22 ming bo'pti. Bay. Bu tirikchilikmi aka? Biz soqat qo'yapsiz yomg'irda. Mashina sotamandim, ha? Ana akalar. Xudo xolasa narxini kelishtirib bersangiz, sraz oladiganlar bor. Xo'p, chexol, Ilionium rezinkalar bor. Xo'p, damkrat, balon ключ. Bundan tashqari mashina metan gaz, hozir benzinda bu, ha? Xo'p, generalni chiqadimi? Yen chiqaveradi, bo'ldi. 2018 motor mo'skorobka. Zo'r. Ana akalar, shu akamizni sovuqdan qutqaringlar. Mana mashinani sotaman deb so'qatib qolibdi ancha. Xo'p, narxini necha pul deysiz? Qani men sovuqda arzonroq aytib oling. 6800 deymiz, ozgina tushib beramiz. 6800 deyapsiz. Ozgina tushib berasiz. Sizga tirikchilik. Necha pul qildi bozor? Xudo qilishmadi. Hali qilmadi, chunki erta. To'g'ri, variant barter. Barter bor. Barter bor, Devo mashinaga. Naqd. Telefon nomer 93lik 93lik 414 414 0097. 0097. Necha pulga beraveramiz endi buni? Ishlar bo'lsa. Kelishamiz. To'g'ri, bir 6 ga bitib bormaydimi? Yo'q. Ayt, boringizga shukr. Akalar, 23-yil 22 ming yurgan tayyor holatda 6800 kam bor. Endi uni o'zingiz gaplashasizlar, xudo xolasa. Lekin endi men aytib qo'ydim, 22 ming bahosini berib yubordim, ammo aka bozoringiz bersin. Xo'p, biz darsni davom etaveramiz. Albatta, like bosib ketish sizdan. Bizga like bosib qo'ysalaring bo'ldi. Ohoy! Bo'ldi aka, o'tamiz hozir. Yaxshi. Bu dehqonlarni birardan umuman topib bo'lmaydi akalar. Mana yana bitta dehqondan, ukam toza dehqondan deyavering deyapti. 2023-yil. Kraskasi toza akalar. Mana o'zlari minib yurgan. Xo'p, avtomobilda oldida солнцезащитный лобовой, 4 ta 13 diska yumshoq balon, shumkalariga dur qilinibdi va mana salonlarni ko'rishingiz mumkin. Ana aka, qo'l qo'yadiganlar bor. Va saloniga kelsak, mana aka, yaxshi chexollar qilingan, eshigini yoni stoyka, pataloylariga dur polni koja va 96 ming probeg aka mana. Pioner magnitofon, zapaski kaltlar ham turibdi, Ilionium rezinkalariga dur bor va maqda aktuallashtiriladigan qog'ozlari. Xo'p, hozir benzindami aka bu? Metani ham bormi ichida? Xo'p, va mana ortidan ko'rinishi akalar. 2023-yil, 98 mingmi? 96 ming probeg
Xudo xolasa minarmanlardan ushbu damazimiz akalar. Like bosib tursalaringiz, mana shu dehqondan degan akalarimizga yetib borsin. Arqa ko'p stoflarimiz ham original holatda turibdi va mana pola. Salonni ortidan ko'rinishi. Aka arqa suyanchig'i bormi? Bor. Qo'shib berasizlar-a? Bo'ldi gap yo'q. Xo'p. Motor, mos, korobka. Umuman ovoz yo'q. Yangi qilingan. Hadolarni yangi qilindi. Xo'p, narxini nech pul so'rayapsiz? 6700 deyapsiz, kami bor aka. 6700 kam bor. Aha. Variantga bir $2000 puli bo'lsa, Hop. variantga ham chiqaveradi. Dehqonlar qattiq-ku. Yashang aka. Faqat Andijonda o'zimi yo vodiy bo'ylab Namangan, Farg'onaga ham bera olasizmi? Bu Andijonda o'ziga aka. Andijonda o'ziga. Andijonda Eng o'ziga. kamida 2000 puli bo'lsa, 2000 bo'lsa aka, hop, qolganini nima bo'laveradi? oyma berishga qanchadir muddat Yo'q, kelishaveramiz. oldida beradi. Ha, bittada beradi. Bittada beradi. Opa, mana hurmatli vatandoshlar, Matiz puliga Damas, qolganini asha dehqonchilikni yig'ishtirib ham bittada berishingiz ham bo'lar ekan. Hozir asosan hamma oyma berishga beryapti. Mana dehqon mat bo'ladi degani shu-da. Xo'p, bozor narx bermadimi? Yo'q, bozor hozir kirdik aka. Hozir kirlar, haqiqatda. On qarang aka. Xo'p. Jayam yo'q Aka, naqdga arzonroq beravering. 68 demang aka. To'g'risida nech pul atrof bo'lib qoladi? Shitir bo'lsa. Endi oltin ustida nima bo'lsa gap. Oltin ustida bo'lsa gaplashamiz. Telefon nomer U oldida. 88lik 4-9 010. Gap yo'q. Ashuni yo'q, ko'rsatib qo'yaman aka. Bo'laveradi, gap so'z yo'q. Mana aka. Xo'p, mana shu nomerlarga murojaat qilasiz, qolgan ma'lumotni o'zida olasiz. 23 xudo xolasa kelishib bo'lsangiz 22 ni pulda beraveradigan darajada turibdi. Aql o'zlaringiz kelishasizlar, bizga like bosib qo'ysalaringiz bo'ldi. Davom etaveramiz ukam. Sal yili pastroqlardan ham endi ko'raylik degan akalarimizga mana yana bitta minarmandan 2017-yil arqa kapot knopkasi boridan aka. Mana holati, kraskasini toza deyapti. 60 partiya, xudo xolasa gendaverni chiqaveradi. Mana aka. Avtomobilda 4 ta o'nak shiroki charmxo yumshoq balon, shum ko'magan yangi nakilenka qo'yilibdi. Xo'p, undan tashqari avtomobil 216 ming probeg aka. Bu arqa kapot knopka ishlaydimi? Ishlaydi. Xo'p, bu tomonda yangi magnitofon qo'yilibdi. Torpedkalarning holati, telefon qo'yadigan, video registrator. Xo'p, salonga kelsak, hech nima yo'q ekan-a? Pastdek. Mana parollarni qarang. Iyonib rezinkalar tashalgan. Aktuallashtiriladigan qog'ozlarni mana. Xo'p, va avtomobilda temir metan gaz. Aka, ozgina qochtirasiz ko'rinib qolasiz. Va mana ortidan ko'rinishi. Aka, generalni chiqaveradimi? Siz emasmisiz? Xo'p, mana. Aka, mana shu turish holati o'zi aslida qulub holat bo'ladi. Xo'p, mana knopkalari ishlayapti, muqarrar orqalarni ham. Libodakmin chiqadi-a? Bo'ldi. Qo'llarni qarang. Xo'p, stofimiz va salon ortidan ko'rinish, arqa suyanchiqlar ham bor. Hozir benzinda. Xo'p, motor, mos, korobka javob ularga. Generalni beraman dedingiz. Narxini nech pul so'rayapsiz? $4800 kam bor. 2017, kraskasi toza, minarmanlardan, dokumentlardan muammo yo'q. Motor, mos, korobkalari moshni ekan deyapti. Mana aytlardan qarang aka. Xo'p, ana endi aka bozor narx bermadi. Bozor bermadi, faqat naqqa sotamizmi? Variantga ham gaplashamiz. Nech puli borga? 3000 puli borga variantga ham gaplashaveramiz. Barterchi. Barteri yo'q lekin, telefon nomer 93lik 275 97 77. Gap yo'q aka, bozoringiz bersin. Ushbu nomerga murojaat qilib, qolgan ma'lumotni o'zdan oling. Albatta mana shunaqalardan oqtarib yurganlarga jo'natib qo'ysalaring bo'ldi. Mana hozir bankni uzib oladigan bo'lsa, oylik to'lov qanchadan o'zi? 2 milliondan pasayib ketyapti. Xo'p. Endi bu 4 oy bo'ldi, to'laganiga 5-oy kelyapti. O'zi yaqinda oldim mashinani. 2 yilga olgansiz? 2 yilga olganman. 24 oyinga olinib, уже 4 oy to'lanibdi, 20 oy qolibdi. 20 Oylik to'lov 2 milliondan pastga qarab ketadi. Hurmatli vatandoshlar, dehqondan 2013-yil mana Damazimiz sirojni sotiladi xudo xolasa. Xo'p, kraskalari qanaqa o'zi buni? Kraska mana shu orqa kriloda mana shu yerda bor. Mana aka, kraskani ko'ring. Xo'p, boshqa joyda yo'q. Yo'q, qolgan. Tekshirib olaveradi. Olib, xudo xolasa sirasi bitta 4 ta yangi balon qo'yib olasiz. Metan gazi bor. Benzin yuradimi? Yuradi. Benzin yuradi. Va mana aka salonni ham bitta ko'ring holatini. Bir dehqondan krediti boridan ko'ramiz degan akalar bo'lsa, hop 386 ming probeg. Bu naqqa ham sotilaveradimi? Xolasa naqqa ham sotiladi. Jichcha ishilon kerak. Shu urinishli sxemalardan qo'yib, chicha degan joylarga mehr berib qo'ysangiz,
Bu xudo xolasa. Mana aka. Parollarni qarang. Stoykalar ham yaxshi, ammo metan gazda aytdim. Xo'p, va mana ortidan ko'rinishi. Xo'p. Mana aka, polni ham qarang. Mana aka. Xo'p, tarag'imiz va bu tomon taraqlari. Endi buni motor mos ko'rib kelarchi aka? Motorda rasxoti bor, motorda rasxotiga o'tib beramiz deyapti. Xo'p, korobka mosi yo'qlari behijolat. Xo'p, naqdga necha pul so'rayapsiz? Aka 3600 so'm kami bor deyapmiz. Hop, Endi kelishaveramiz bu yoqqa motor rasxotiga o'tib. naqd pulga 3600 dollar kami bor. Undan tashqari yana motor rasxotiga ham o'tib beramiz deyapti. Agar o'zi qolganini yovib ketaman desa, unda necha pul? 1100 dollar bilan kelsin, mashinani minib bersin. Motorigachi Общий. o'tib bermaysizmi? 500 dollar shunda o'tilayotgan bo'lyapti. 3600 bo'lsa 2000 dollar bankdan qarzi bor. Ha, hozirgi danni momentda yovib yuborsa 2000 dollar. Yolg'orsa 2000 dollar Ha, qarzi bor. yopmasa undan balandroq. 3100 pul esa mashinani minib ketsin. Bozor naqd bergandir aka. Bozor Bir dehqondan mashinali bo'lib qolsin, yo'q, Ha. kreditini uzib olgan. kredit uzilgani 1000 berishni aytdilar. Davlat sotarlar kelib, jinni unamadim. Menga bermaysizmi? Qo'shillar dedim. Tushunarli. Telefon nomer 95 95lik 821 821 32 60. 32 62. Siz endi aka bir telefon qilib gaplashing, balkim sizga yana ham kelishtirib berar. Xo'p, endi siz savdoyingizga bog'liq. Mana shu passajir tomon mana tamcha zaynagan restopkalimi joyi bor ekan. Boshqa lekin maqlari tiniq turibdi. Kraska tegmagan ukam javob deyapti. Gap yo'q aka, xudo xolsa aloqaga chiqishadi. Dehqondan so'raganlarga mana 2013-yil tayyor krediti bor, yana 20 oy 2 milliondan pastga qarab ketar ekan. Hisobingiz chiqsa, bosaveradigan joy. Motorda rasxoti bor ekan, aka ungacha kelishtirib beraman. Xayri bor deyapti. Aka bozoringiz bersin. Rahmat. Bizga albatta like bosib qo'ying, davom etaveramiz. Xo'p, davom etamiz akalar. Yomg'irlarda mana xudo xolasa harakat qilyapmiz. Mehnatimizga like bosib tursalaringiz bo'ldi. Navbatdagi Damas 2017-yil. Xo'p, kraskalari Kraskasi 25% bor. 25% kraska bor. Oldin morda bilan kapotda bor. Almashmagan uzunligi randoy. Bo'ldi. Oldi bilan orqada kraska bor ekan, lekin detallar alishmagan, o'ziniki deyapti. Xo'p, mana laboylari, ko'k laboy, 4.2 balon, yangi nakilinka. Xo'p, 2017. Xo'p, 250 ming probegda. Mana aka, salonlarning holati. Sidinada chexoli, eshigini yoni, stoyka, pataloylar koja va torpedkasining ham sostoyanasi. Bundan tashqari yonimlari bo'lgan. Hozir benzindami aka? Ha, benzinda yuribdi. Metan gazi bor, hozir benzinga yurgizdirishib qo'ygan. Xo'p, generalni chiqadi, ha? Lekin mashinani malirovkalar qilib tiniq qo'yishdi. Oyna tetigonlari, oyoq qo'yib chiqadiganlariga bor. Xo'p. Aka, mashinani motor mos korobkasi qanaqa mashalqada morak? Motorlari yangi bo'lgan. Motorlar yangi qilingan, mos korobka zo'r. Narxini necha pul deyapsiz aka? Yopishtiribroq bitta ayting. Bozordan topolmasmi ammo kraskasi bor ekan. Qarang, 14-15 da 4000 kami bor deyaptimi? Hop. 4200 kami bor. 4000 kami ham bor, yo'q aka. 4000 dan o'tib beraman. 4000 dan o'tib berasiz, 2017. 17. Xo'p, telefon nomeri 93lik. 93lik 255 255 0092. 0092. Akalar 2017 25% kraskasi bor. Kraskalari oldi orqada bo'lyapti. Tekshirtirasiz, ma'qul ko'rsatishga baraka deyapti. Xo'p, lekin faqat naqqa Naqqa moli bo'lsa moliga barter. hayvonga barter bor. Moli bo'lsa, Aha, va hisobga bermaydi, menga bera oladi. Bo'ldi gap yo'q. Xo'p, Unisi 19. 19 ham sizdan. Buni kraskasi qanaqa aka? Buni petnosi bor, xolos. 2019 navbatdagi Damas. Buni petnosi bor ekan deyapti. Generalni chiqadimi? Chiqadi. Generalni chiqaveradi mana aka. Xo'p, oldi oynalari ko'k oyna. Shunaqa yangi unakki balonlarda turibdi. Xo'p. Shuni yurganini bitta ko'rib qo'yaylik. O'tiravering. 276 ming probeg. Mana paroylari ham. Aha, polni salonlari. To'rrog'i mashinaning ichida odam bor, savdo bo'layotgan, shuni hisobiga. Hop, orqasi oldini ochib ko'ralmadim. To'g'ri tushunasizlar. Orqasini taqdim etib ketaman mana. Qo'llari, shumka. Hop, bunaqa joylari ham original holatda turibdi. Alishib, nima qilinmagan. Mana bu salonlari ham chexollar, apshkalari bo'lgan.
2019. Xo'p, Yangi motor. motori yangi bunda. Yangi. Moskarovka. Zo'r. Zo'r. Generalni chiqadi, narxi Generalni chiqadi. Narxini 48 dan o'tib beraman. 4800 dan o'tib berasiz. 5000 kami bor, 5200 kami bor emas. 48 dan o'tib beraman. Petnos qayerda? Hop, kapalayda bor. Hop. Oldi ayni yerda o'rtasida bir qarich petnosi bor. Aha. 20 kiloda bor. Akara mana mashkiriroda shopir tomon. Keyin mana chapalayda bo'lyapti. Keyin ana shu o'rta peshanada bo'lyapti. Mana. Ha, Bo'ldi, bunday ham yo'q. Stoka ham randoy. 4800 kam bor ekan. Ha? Yili. 19 ekan. Xo'p, 48 dan o'tib beramiz. naqd i barter bo'ladi. Hayvonlarga ham barter bor, baqil ekan hayvonlar bo'lsa. Hayvonga so'yiladigan Aka, mana shuni necha pul qilib berasiz aka? Arzonroq qilib bering. Aka, to'g'risida 4800 demang aka. 4200 ga berasizmi? Yo'q. I? 4200 ga yo'q. Aka, yaxshi narx bo'ldi bering. Yo'q. Hozir uni peshanadagi kraskasi buncha shubhaliroq ekan. Yo'q, bu qarang. Bunda yo'q. Hop, so'kada Yo'q. 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 Mashakka nima tekkan bilmayman. Mashakda bor petnosi. Tekshirtirib olaveradi. Ha, men borini bor yo'g'ini men o'zim tekshirib olaman. Borini tekshirib olgansiz. Yo'q deyman. Bo'ldi gap yo'q. Berasizmi aka 42 ga? Yo'q, 42 ga bo'lmaydi. Bermaysiz. Bozor Yo'q. narx bermadi hali. Bu bozor hozir Hop, 44 25 qildi. 44 25 ga doğru ko'rdi. Ha. Bermadi. Yo'q, Bermaysiz. yo'q. Mo'jal 4,5. Endi u yog'i emas. Kelishamiz. Kelishamiz-da. Xo'p, telefon nomeri. Asha 93lik 255 0092. Tusholmasa Telegram WhatsApp. 24 soat onlayn tushaveradi. Hamma yo'q bor. Boringizga ochki. Hamma yo'q bor. Gap yo'q aka, bozoringiz bersin. Akamizni ko'ryapsizlar, mana 19 bilan oho bo'ldi va 17 lari bor ekan. Hurmatli vatandoshlar, albatta bizga befarq bo'lmasdan kanalga like bosib, kanalga yangilar obuna bo'lib qo'yinglar. Bugungi mana narx-navolar ko'llaring yomg'irli narxlarda imkon darajasida harakat qilib taqdim etaldik. Hamlaringizga rahmat. Keyingi videorolikimizda ko'rishguncha bugun Andijondan bir qism emas, 2 qism bo'ladi. Kutib qolinglar.